Uyghur Tədqiqat İnstitutuna namıdan həmin Allah'a salam yollayım. Her hafta institutumuz müdiri şundaqla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilimi Okutuvchisi doçent doktor Erkin Ekrem Muallim ötküzüp atkan Halkara Vaziyet ve Gün Tartib namlı programımızga hoş geldinler. Muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Ezgümanlar bizim bugünkü programımızda Trump yani Amerika'nınki yeni hükümeti değil. Amerika'dan Xitay oturuşu münasebetke yani kızık muhtığa merkezleştirişimiz Amerika'nın yanına sayılanan, ikinci kıtım sayılanan prezidenti Donald Trump Xitay, Meksika deyimiz, Kanada deyimiz ve Avrupa devletlerine bu bajını östürüşüne karar kıldı. Bu qo'shni davlatlarga texim ko'p o'stirishni Xitoyga bo'lsa 10%, 20% o'stirishni qaror qilgandan boshlab Xitoyma buningga qattiq bir inkos qaytardi. Ya'ni bunga qarata urush degan bir uqumni ishlatgan bo'ldi. Bu urush degan uqumni mening bilishimcha cho'ng davlatni aldirab ishlatmaydi bunday uqumni. Demak, vaziyat buningdan bir jiddiy degan gap. Biz bugun bu Amerika bilan Xitoy o'tirishlik munosabat qanday mush nuqtaga kelindi? Hazır bununki qandaq bir nuqta qarab taraqqiy qilmoqchi. Bu ikki cho'ng davlatniki munosabatidan bizningki Sharq Turkiston da'vosi va Uyg'ur da'vosi qanchalik ta'sirga uchraydi. Va buningki balkim dunyoning o'zi qandaqroq o'zgarishlar bo'lishi mumkin degan bir savollar o'tirib chiqdi. Bugun biz shu savollarga ozroq javob tepish tirishimiz. Muallim Xitoy hukumati Donald Trampniki bu qaroriga, Amerika hukumatining bu qaroriga nisbatan iqtisod urushi bo'lsa iqtisod urushi, savdo urushi bo'lsa urushi. Qisqasi har qanday urushga biz tayyor degan gapni qilgan bo'ldi. Mening diqqatimni tortgani ba'zi mutaxassislar, menimcha bu Xitoy mutaxassislari yoki Turk mutaxassislari, Yevropa mutaxassislari qarab baxtim. Buni mandaq tushundiganlar, g'alati tushundiganlar bor. Men diqqatimni tortdi. Donald Trump Xitoyning bunday qattiq inkos qatirish amaliyotda Trampningki Ukraina prezidenti qilgan muomalasida ozroq ta'sir bor dedi. Nimishqa desangiz, Ukraina qanday bo'lmasin aziz bir davlat. Davlat bo'lsa-ma, ammo Donald Trump butun muxbirlar, butun dunyo oldida uni kuchuk ko'rdi yoki kamsitdi. Hammamiz shunga shohid bo'lgan bo'ldik. Ya'ni Trampning shaxsiy xarakteridan bu ojizni muzaq qilgan kuchlikni ko'z qo'rqadigan bunda bir xarakter bo'lgan bo'lg'achqa, Xitoy buni bilib olgan bo'lg'achqa, bunga qattiq inkos qaytib tushunganlar bo'ldi. Bu yakki siz yaxshi biraznikin cho'qim o'tiruqlisiz deb o'ylayman endi. Bir mantiqiy jihatdan bir asossizda ko'rdim men bunda bir analizlarni. Balkim uqmadik hamda. Shunga deyli, qanday bo'lib bu ikki davlat munosabatida urushdan iborat mush uqumni yoki mush iborani ishlatish berib yetdi. Hem de bu uruş degan gapni shu saylamdimi ishlatadigan, bu savdo urushidimi ishlatadigan, keng ko'lamda ishlatadigan bir so'z bo'lib qoldi. Ama siz degandek Xitoyning javobida yolg'izla hozir men degan keng ko'lamda ishlatish emas yoki ma'noninki uzatib so'zilgan ma'nodagi gap emas. Shu davatqanmi jangnimi ta'kidlaydi. Ya'ni bizning bilgan urush janglarini ta'kidlaydi. Xitoyningki maqsadi burun shu Trumpningki birinchi qitimliq shu prezident vaqtidami shunday bo'lgan. Xitoylar deydi biz Amerikaga bo'ysunsak Yaponiyadek bo'lib qolamiz. Ki Japoniya shu 1980'ning o'rtalarida Amerika bilan shunday bir urush, yani savdo urushiga kirishib qolgan. Yani Amerika boshlatgan. Japoniya unugandan keyin Japoniyanningki iqtisodi burunqidek taraqqiy qilmadi. Çekinip mi ketmedi? Bir xil tüz bir yol mengib keldimdi. Şununla biz şu Japonlarda ko'p qolamiz agar bo'ysunsak, ma'qul desek. Ondan keyin biz şu 100 yil avvalmi Cihangir devletlarninki bozaklarga uchirgan, hozir biz bozak bo'lmaymiz. Degandek shundaq kasallik bir xil tushuncha bilan yoki o'zicha mantiqli tushuncha bilan
Amerikaga taqabul tudu. Hamda taqabul tutsak belki bu bir yeni bir yol tepiliş mümkün. Çünkü Xitaylarma to'la deydi, mutaxassislarım to'la deydigan bir gap bor. Bu g'arbliklar shu kuchni to'naydi, ya'ni powerni to'naydi. Kim kuchlik bo'lsa, ashuni qabul qildi. Hatta Japoniyami Amerika uni urib vayron qilib o'tgachga Amerikaga ma'qul deydi, ama Xitoydek davlatga ma'qul demaydi. Shuningga Japoniyami shunday g'arbninki kuch degan masalasini o'rganib olibdi degandek nurg'un nimalar bor, ya'ni tushuntirishlar bor, tadqiqotlar bor. Ya'ni kuch taqabul tug'an vaqtida uningdagi e'tibor, uningdagi inovat, uningdagi o'zininki o'rnini topqili bo'ladi deydigan tushunchami bor. Shuningga bu Amerikaga qarshi biz kuchga kuch qarshi chiqsak, u vaqtida undan keyin Xitoyga bir yo'l tepildi, boshqa bir yo'l yo'q deydi. Aslida aqlni ishlasa 3-chi yo'lma tepildi. Ama Xitoy shu o'zini ikki yo'lga ramka, shu ikki xil yo'l bor degan ramkaning ichiga o'zini solib olgan gap. Ya qarshi chiqamiz yoki bo'ysunamiz. Buning ichida eng yaxshi tanlash qarshi chiqish deb Xitoy tarafdan deydigan bo'lsak bu. Agarda Trump tarafdan deydigan bo'lsak, to'g'ri baya siz degandek kichik davlatni bo'zaq qilib cho'ng davlatlarga bir nima deyamaydi deb. Bence bu biraz yüzeykimidki deyman, shu ko'ringan voqeaning ko'ringan shakliga aniqlash berish degandek bir nimamdi, bir ahvol. Chunki hozirgi biz qaraydigan bo'lsak, Trumpningki asos maqsadi Amerikani kuchli holiga kelish, Amerika xalqini bayashat holiga kelish, o'rta va o'rta to'van sinfdagi xalqma isil yashashning haqqi bor. Amerikama Cihangir devlet buluş lazım. Bazen üzünüme şu Cihangir devletninki padişahıdek ifade kıldığan ahvallama var. Bunu kılalış için Amerika her işte ziyan tatmaslık lazım. Bu Avrupa olsun, Kanada, Meksika, nurgun devletlerle ilip bağan ya da imzalaşkan bu kilişimlerde özünün ziyan tatkanlığını körüvatıdı. Onun için Amerika'nın nurgun devletlerine yardım kılan pullarını kesivatıdı. Çünkü bu pullar zayi gitbardı on ve bundak organlarını Amerika'ya ziyan berdiğen, kalkını aldaydiğen organlarını yiptiş lazım dağıtıdı. Bundan başka bu Avrupa'daki devletler bile boğan soğudular ve Xitay bile boğan soğudularının bu tamponsuzluğuna tüzdüş. Amerika bunun ziynini tatmaslık lazım. Degandek bir hareket var bir yerde. Ama yeni bir düşüncede, mesela bu 2016'da Trump şu nimige hakimiyet bir geldi. 2017'nin ahırında Milli Xavfsizlik Strateji Hücretini ilan kıldı. Bu xil hücretler her yeni hükümet çıkan vaxtıda tayarlaydı. Amerika'nınki hükümet yeni hükümet çıkan vaxtıda yazıldığan bunda bir kaydası var. Bu mu Amerika'nınki muşu hükümetinin bunun kim qanday siyaset ilip bardığanlığının toluq ilan kılmaydı. Şu 2017'nin ahırlarında mı şu terörizm bile uruş kılış bu mesele tüydü deydi. Amerika'nın en ciddi mesele birisi Rusya, birisi Xitayga karşı Amerika'nın texmi güçlü kılış. Bu ideyası ma ikinci kıtım sayılandığından keyin özgergini yok. Yani okşaş siyasetini ilip bir vatıdı. Ama budaki nime şekili, yani uslubu okşmaydigan uslup cetten deydigan bolsak, Rusya'nı yeniği tartıp Xitayni tizgin kılış. Şununla bu Rusya'nı yeniği tartalish üçün Rusya'ga berdigan menfaatning hammasini berishga tirishyotidi. Bu bolsa Avrupa Birligini xap qilyotidi, Ukrainani xap qilyotidi, nurg'un davlatninki shaxsiy fuqarolarni hayron qolg'izyotidi bu qanday degan gap. Bozakni bozak qildigan mushna bir jahon kelib qoldikmi, o'rmon qonuni boshlab ketdimi, bu xalqaroda qonun yo'qmi degandek. Ya'ni Trumpninki kallasında shundaq axir yani Amerika'nı kuchli qilish, Xitoyni yengib olish. Ama bunun için O'rta Sharqda tinch bo'lish lazım.
Mavu nime Ukrayna urushi tugash lazım. Nurgun yerlerde Amerika'nı avar kıldıgan ve yaki Amerika'nınki kalısını çaçıdıgan, köңlünü bölüdügan onda işlerin bomaslığını oylavadıdı. Şununla muşu hazırkı siyasetle muşununla kartılgan dep açta düşünmemdi. Şununla o Amerika Xitay'nınki meselesi bunun ki dünyanınki çoğun meselesi. Çünkü iki devlet çoğun boğaşkalı emez. Bu iki çoğun devletinin arasındaki münasebet rayon karakterlik ve yaşar karakterlik meselelerime tesir yetkizdi. Bu yalvuzlar hazır ben diyen nime hem rayon hem halkara emez nurgun sahalarıma tesir yetkizdi. Siyasi, diplomasi, finans, iktisat, ticaret, mutabiye degandek hatta teknoloji nurgun sahalarıma tesir yetkizdiğim bir münasebet. Şununla bunun için dünya şu iki devletinin arasındaki buluvatkan münasebetinin cereyanlarını tekimi dikkat bile, tekimi ciddi bile qaraydı dep oylayman. Hozir mayli bu Trump'ningki mayli Amerika'dagi masalalar bo'lsin yoki Amerika'ningki boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarda bo'lsin, asosiy markazlashgan temasi ham iqtisod deb ko'rdim men. Iqtisod deb ko'rdim. Ya'ni Amerika dollarininki dunyodagi hukmronligi, bozordagi hukmronligi, sotsialistik hukmronligi mushlarga markazlashdi. Mayli Kanada bo'lsin, Meksika bo'lsin yoki Xitoy bo'lsin, yoki Yevropa ittifoqi ziyon tortgan biz deganga qaraganda shu dollarninki yoki Amerika iqtisodiniki acizishi yoki Amerikaningki bu pul muomaladagi o'rnininki burunga qaraganda ajizishdan kelib chiqdi deb ko'rdim. Chunki Amerika xalqini rafahga yoki bayashat ega qilishning maqsadi iqtisod bor deb ko'rdim men. Mana shu nuqtadan qaraganimizda Xitoy mamlakat tarafdan Amerikaga ya harbiy sohadan bekroq shu iqtisodiy jihatdan bekroq g'aybi qilyotgan. Iqtisodiy kuchidan foydalanib turib, savdo kuchidan foydalanib turib, Amerikaniki nüfuz doirasi borgan sari torayotganligi uchun Trump'ma bundan qattiq beyaram deb his qildim. O'zi Trump o'zi bir savdo dunyosidagi eng nüfuzli shaxslardan birisi. Onunsi biz bildiğimiz sermaye dünyası deb çoğun bir hukum bağımdı. Bu dünyada sermayede güçlü deb. Ya bular dünyanın nurgun siyasi tesir körsütüp hani bir göz qarashlarım var. Muşu bir kısmınınki, muşu bir güçününki oğulluk a'zolardan birisi deb qaraydigan göz qarashlarım varken. Yani bu yerdeki mesele iqtisod bekra. Şuna bu yerde eğer iqtisadi mesele jihatdan Trump o'zining o'ylagan ma'lum jihatdan erishib qolib qolsa, bu biz degan Xitoy Amerika o'rtasidagi munosabatlar hozirgi urush saviyasiga, urushdan iborat huquqni ishlatkichak darajada emasda, sal pastga tushish ehtimoli bormi yo'qmi? Her meselenin ki şu esası iktisat. Yani bu uruş bolsun, talaş bolsun, her xil cideller bolsun, bularning tegdekteki mesele yani şu iktisat menfaatinin tokunuşluğu. Şununla hemen nime şu iktisatning ustida müzakere kılındı. Jang qilishninki sebebimi şu iktisat menfaatini qo'lga tushunishdir. Şununla bu bir-birisinden ayrılmaydigan bir mesele. Jang mı siyasetninki bir esvabı deydi. Siyasette hal qilamaganni şu jang bilan hal qilishga tirishdi. Diplomasiyada hal qilamaganni şu jang bilan hal qildi deb. Xitoyning da'vatqini hamda men har qanday jangga tayyor deydi. Ya'ni bu biz bilgan bu jang urushnimi men uningga tayyor deydi. Mana degan chog'da misolga Xitoyninki shu qurol jihatdagi shu tirishchanligi keyingi 40 yilning ichida xeli bir seviyaga keldi. O'z vaqtida Sovetlar yiqilgan vaqtida Sovetdan 5000 dan ko'p shu injenerlarni Xitoyga chaqirib olib borgan. Undan keyin Ukraina yangi mustaqil bo'layotgan vaqtida Ukrainada nurg'un shunday mutaxassislarni Xitoyga chaqirib olib borgan. Shuningga bu qurol yaroqninki texnologiya jihatdagi yuksalishi bu ikki davlatninki injenerlar munosabatli. Shunga bu Sovetninki qurol saviyasini Xitoyga to'shigan bo'ldi. Xitoy shu saviyada hozir shu son jihatdan nurg'un qurolninki son jihatlar Amerika eshib ketgan ahvol va Amerika Xitoyni eshib ketgan ahvol va logik jihatda Amerikani eshib ketgan taraf va az bo'lsa Amerikani eshib ketgan taraflarmi bor. Shuningga bu hozir
bu iki çoğ devletin uruşu hem de dünya uruşunun manası kildi. Bazen şu harbiy mutaxassislar bolsun bunu aniq davatıdı. Yani Amerika Xitoyga qarta hazır harbiy jihatdagi tayyorliklar Xitoy bir jang qilmasin deb, masalan Tayvanga hujum qilib jangni ichib qo'ymasin deb. Yani jang qilishning oldini olish uchun Yaponiyada bo'lsin, Filippinda bo'lsin, onun dedi. Asya Tinch okeanida ba'zi orollarda harbiy bazalarni yeniden kurup qilib onun için bu rayondaki bazı merkezinde Guam aralda kurup çıkıvatıdı ve Amerika'nın en ilgar kurallar hazır şu Asya Tinch okeanida yötkelgen oldu. Şu George Bush'nunki vaktidan itibaren Amerika'nınki hava ermisi ve deniz ermisinin %60'ını şu Asya Tinch okeanida yötkeşti. Hazır onuma yütkep oldu. Şununla bu Amerika'nınki harbiy güçününki en kudretli tarafı hazır şu Xitoyni bir taraf kılış için. Ya ki hazır ben degen tizgin kılış, ya ki onu makul kılış, boysunuş, sunduruş, ya ki Xitoy jang açıman dese, jang içişten çekinsin, tatınsın da şu harbiylik tayyorlıklarını Amerika kılıp kilip Trump nime nurgun sahalarda özü bilip ya ki bazen ihtiyarı özü bilip bir neslerine sözler bir neslerine kılgan bolsa Pentagon'daki bazı göz kararışlara ehmiyet beriyotganini görüyotimiz. Şununla bu Pentagon'daki bu Xitoyga qarta ilip bağlan bu siyaseti bence Trump hükümetinde ya ki Trump'ın özüme çık özgürlükler bolmaydı dep oylayman. Eğer Xitoy şu iqtisad ticari cihetten, finans cihetten Amerika'ya boysunsa o zaman tizgin kılındı degan gap. Ama Xitoy yağandan boysungan kılıp zaman vakit kazanıp keyinki bir fırsatı Amerika'ya karşı çıkış nima oylap durupma bolsa belki sonunda boy ilgili dep oylayman. Çünkü öz vaqtida Rumlarga, Köktürklerge ama Xitoy aşna kılgan. Ama ular ters günde kalgan çağda en eşedi uslup ile ulanı caylıgan. Uygur tarihi karaydıgan bolsak mı şundak yani. Enluşen isyanında Uygurlar Xitayna Tan sülalısını kutkazgan. Tan sülalısından bir halıga bir seviyeye bir orunga mı kelgen. Ama Uygur devleti kılgan çağda Uygurlarıma pek reyimli kılmadı hem de. Baştaki bir kancı yıl şunda bolsa. Şununla bu Amerika'nın anda şekilde mi aldap kılışıma mümkün Xitoy'nın ki strateji iğne bile sözleydiğen bolsak yani bir taktik işletip kılalaydı. Belki toluk bir şekilde boysunuşma mümkün ama hazırki Xi Jinping, hazırki Wang Yi'la bolduğanla bolsa bence şu Amerika'ya takabul tutsak en yaxşı yol dep kördüğün adamlar şu mevcutluğu bolduğan bolsa müştak mağdur dep oylayman. Al memdelik uruş degan vaqtida bu devri urushniki mundaq urush tushunchasini o'zgarib kelgan. Masalan, birinchi ikkinchi dunyo urushida quruqlikni asos qilgan, ammo bu havo urushi mundaq qo'shimcha bir urush tushunchasi bor. Keyin bu texnikaning taraqqiy qilishi bilan bu urush aeroplanlariniki tez suratda texnika jihatdan ustun bo'lishi bilan bu teng seviyaga kelib qolgan ko'z qarashlar bor. Buniki mesela bir devletninki neçe ming tankisi bu kishi dimbekiroq bir ahamiyat qolmagandek bir vaziyat bir shakllanib bo'ldi. Yani hozirgi urush tushunchasi amaliyotda quruqlik deymiz, undan keyin havo bu dengiz armiyasi deymiz, hamda havo armiyasi. Undan qo'shilibmi bu algoritmlik urushim deb qo'ydi ekan. Bu yangi zaman urush tushunchasiningki nuqtasidan siber urushi. Çünkü siber urushininki ziyon berish nimasi xarakteri intayin kuchli. Öyle mesela bir devletninki tukun to'xtatsa dedi. Yoki bir devletninki malni ishlatgan bo'lsangiz, uni sistemi kirib turib, uni buzib etish, yoki ishlab chiqishdan palachaga tushib qo'yish degandek. Ya'ni urushningki bundaq ko'p qatmanliq. 7-8 qatman degandim men 5-6 ishini qapqapadir deganim. Mutaxassislar anglab baqqanib tushib. Ya'ni bu urushningki bundaq qatlamdirma kengayib, doirasi kengayib, ondan keyin burunga qaraganda ziyon berish kuchima darajasima mohiyatlik daraja o'zgardi deb ayni ko'z qarashlar bor ekan. Dal mush nuqta biraz burun siz
dep ütep ketdimiz. Hem bir yerdeki mühim mesele navada deyli 101 kasa uruş. Muş siber uruşu bekrak bir devletning ya iki devlet tutursa manda aldınғы uruq ötüşte yoki birinci uruq ötüşte bir belgilgüç rol oynaganda qilib turdi endi. Xitoylar yillardan beri Xitoy hukumati yillardan siber urushiga yoki siber bu bexatarlik deymiz. Bu texnika acayip ahamiyat berib keldi. Amerika bunu başlap bergan oldi buni. İşte bilmemdi. Mush nuqtadan qaragan chaqda bu siber urushi nuqtasidan qandaqroq bir vaziyat borligi kelar. Yani iki taraf oturursa bo'lib qolsa, hem ikki tarafning kuchselashtirilishi nuqtasidan bundaq buni nazarga olib tursak, vaziyat kimning tarafiga bakroq payli bo'ladi. Chunki siber texnikasi kimning qo'lida yuqori bo'lsa, shuningki oldin qo'yib ehtimol yuqori deb bilaman. Siber uruşu degan meselede hem karşıdaki düşmanın siber hücumuga karşı tedbir alalışış ve onunla mutabbiye kılalışış hem de karşı düşmanıma siber uruşunu başlatılışış lazım hem de. Şununla bu teknolojiye bağlanan bir ahval. Teknoloji kançılık yüksek olsa aşındak to'riyalaydi ve aşındak to'rab qo'yganini buzib hujumlalaydi. Ama bu siber uruşunda eğer de to'saqliqlar mutabiyalar kuchli bo'lsa, o'ma ishga yaramaydigan bo'lib qoladi. Shuningga bundan keyingi urushlar sizga degan ko'p qatlamli urushlar endi. Dengizning ostidan, dengizning ustida, havoda, havo bo'shliqda, hozir degan siber internet nima sahalarida, dijital sahalarda her sahada bir urushlar umumiy bir şekilde başlaydı deb o'ylayman. Misalga quruqliqninki bir ahamiyati qolmadi deganlarmi bor. Misalga deyli, Xitoyninki mushu Sansha degan suv omborini patlatib etsa, 7 o'lka suvning ostida qoldi endi. Necha milyon inson o'ldi, necha davlatninki nüfusçilik adamlar öldü. Şununla bu quruqliqninki mushu nima rolima bo'ldi. Havo quvvatlari, dengiz quvvatlari, ondan keyin bu uzay havo bo'shliq armiyalari var bazı devletlerin. Şununla bu da eğer çoğun devletlerin uruşu olsa yaman dehşet bir uruş bulundu. İnsanlarınki ölümü köp sandı bulundu. Ve bunların içi de hem de bir uruş, hıl uruşların içi de muşu siber uruşup ulanınki bir hılı bulundu. Yani belgilüci ya ki yedekçi deyiş biraz kıyın. Çünkü bunları birbirisiyle maslaştırış lazım. Belki siber uruşunu işiltiş için başka bir uruşunu köz kılıp, kozur kılıp işiltip, ondan siber, ya ki siber uruşunu köz tutup başka hava uruşuna başlatış mümkün. Yani bunlar birbirisiyle maslaştırış ki uslupları yani can kurallarının çok. En mühim neyse aşı koordine. Eğer de bir devletin ki koordinesi aciz olsa, min nuçi olsa düşman taraftan bunu mağlup kılışının ki fırsatını yaratıp yürüdü. Xitayning ki hazır şu koordine kılış yani 5 katlamda koordine kılış pek nime tırışıvatı duyuyor ama Amerikan müteahhitlerinin ki şu hazır dijital nimede zeminde mında sınashni qildi o. Xitoyninki mında kuchi va bizni mında kuchi va qildi o. Problem bor deydi. Shuni bu chetda Amerikaga yetmaydi deydi. Amerika her katlam bir-birisi bilan koordina qilib uralaydigan seviyada Xitoydagi hamda uni amallashtiryapti deydi. Hamda shu jang boshlansa, undan keyin bu aniq deyalamizda, hamda hozircha shu farazlandi. Hozirgi bu urush deyli bu olam boshliq urushningmi yoki olam boshliqdagi texnikadan taraqqiy qilishmi amaliyotda urush bevosita ta'sir ko'rsatgan omillardan birisi deb qaraldi ekan. Bu Tramp hukumatiningki ministrlar kabinetiga Elon Muskga o'xshash bir texnologiya sohasida utuq qozongan bir shaxsni ilib kirishi balkim shuning bir ifodasi deb qarasak bo'lamdi. Bu sebepten bu var. Yani başka sebepten buluşu mümkün. Yani misalga Amerika hükümetinin şu çıkım kırım tüzümünü tekrar edilen bir organ kurdu o Elon Musk'ın ki kolu öyle.
Bu muşu cihetde muşu Amerika'nın ısrapçılıkını toğ tutuş cihetde bir rolü var hemdi. Teknoloji cihetde tabii bir rolü buludu hemdi. Yani Amerika degen yer hemdi akıllık ve bilimlik adamlarını jıqqan bir yeçi. Misalga deyli, muşu dünyada 7000'den köp akıl ambarı var. Ama 3000'den çıkarığı Amerika'da. Dünyada en ilgar 500 üniversite var. Bunun 300'ü Amerika'da. Yani demekçi boğunum yani bilimlik akıllık adamlarının ki esasımış Amerika'da. Ama şu bilimlik ve akıllık alayetlik boğan sarkıl insanlarını kandak koordine kılıp işiltiş. Hem de Trump bu şu özge sadık boğan, özge yakkan adamlarını işiltişke tırıştı hem de. O mu doğru? Çünkü bir başlık karşı özge sadık boğan adamlar bile onunki çok işlerini kığılıp oldu. Bazen aşındak nimelerini akıllı adamlarını ama çetki kıyıp kaldıran ahvalımı buludu hem de. Amerika'da noc adam köp degen bile. Şununla bu Amerika'nın kima bir günde, 5 günde yıkılıp yoklap gidilen bir devlet emas. Amerikalıkның yani bir adeti var yani Amerika yokuluvatıdı dep nurgun muhim mütehassılar makale yazdı. Hatta kitap mı var? Ama bunu mandak doğru düşünüş lazım. Amerikalıkla bir meselenin teki bolmay turup ihtimal bolduğanğa qarab turup onundaki makale kitap yazıldı. Şununla Amerika tarihte şu ikinci yüzyılda nurgun qitim krizisga kirgan bo'lsa, özünü o'ngishib oldigan bir mexanizma qurilgan hamda. Misalga 1986'da Paul Kennedy çok kişilerin yükselişi ve yıkılışı da kinki 500 yıllık dünyanın güç tarihini yazgan değil mi? Onu aslında şu Amerika acizlavadıdı. Mana tarihte çok devletler yıkılgan ve yımırılgan olsa ma sebepten dep yazgan. Ama Amerikalıklar bununla qarab yeni bir siyasetini ilip bağdı. Misal teknoloji, ekmek beriş, mektepninki tedqiqatlık üniversiteler degandek şu üniversitenin ma'lumlarını üç xilga bölüp dersini yaxshi beradigan ma'lumlar, tadqiqotni yaxshi qiladigan ma'lumlar ve shundaqla bilimni şu cemiyet bile yani şirketler bile, fabrikalar bile bunda ortaklaşadigan ma'lum deb bu ma'lumlarning en önümlülük tarafını mı işletken oldu. Ticaretinin erkinliğini jakaladı. Her devlet ticaret tamını qıtınla dedi. Degandek nurgun siyasetini qilgandiki Amerika onunki şu 1990'larda bu Sovyetler yıkılgandan keyin birden güçlendi. Bunun 1929'daki bu nima iqtisod krizi vardı o iqtisod bo'roni deydi. Onun da mı Amerika onun da mı ders algan gap. Yani yalnızla Amerikalı bay bo'lsa bo'lmaydi. Başkaları bay bo'lmasa ular kambag'al ahvol tushib qolsa Amerika mı qarab qoldi ki yani başkalarına mı ancha muncha yardım qilish degan an shu vaqtida kelgan. Yani demekçi bu Amerika'nın shundaq siyaset chetda o'zini revize qilaoladigan yani revize yani ahvolga qarab o'zini o'ngishib oladigan bir qobiliyati bor. Ba'zi davlatlarda cemiyetlerde bo'lmaydi. Amerikada bu boshunga Amerika'nınki nima aql ambarlardagi va üniversitedeki ma'lumlar qopib Amerika çatak buluyordu, Amerika sökülüyordu, Amerika çöküyordu. Ise bek işinip gitişine hacet yok. Çünkü siyasi Amerikalılar muşunun qarab derhal yeni siyasetlerini belgileşke başlaydı bunu. Kinki 100 yıllık Amerika tarihinde bunu köydük hem de. Bu malum bu mesela Trump çıkkandan keyin ba'zi siyosatlарға qarab Türk mutaxassislarni şu Amerika adreshyapti, Amerika tegishyapti. Yani mening anlagan yoki ko'rgan maqolalarim asosan mushu mazmunni asos qilgan. Türkler mushu bir xil tarafdan talqishga mayil o'xshaydi. Malum bizga qaytib kelsak, yani bu Xitoy Amerika o'rtasidagi bundaq masalalardan birisi yani bizning masalamiz bor o'tirdi. Albatta bu ikki taraf buni o'ziniki nuqsatidan foydalanishga tirishadi deb o'ylayman. Agar ikki taraf o'rtasidagi munosabat texmi yiriklashsa, keskinlashsa, bizningki masalamizga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin, qaysi taraf ta'sir ko'rsatishi mumkin? Bunun qarta biz qandayroq ishlarni qila olamiz? Uygurlarga pek faydalı bir siyaset bo'lmayotdi. Bo'libmi şu Amerika'nın sirtqa yardım qilish yoki demokratiyani ilgirlashtirish degan siyosati bilan
ba'zi organlar Uyg'urningki faoliyatlarini qo'llab kelayotgan va ba'zi misoliga Amerikaningki bu foundationlardan ya'ni pul moddiy destek berayotgan ba'zi qurilishlar, ba'zi organlar misoliga Avstraliyadagi ASPI degan bu aql ombori ularma shu puldan quruq qog'ozga ishlamaydigan bo'lib kelgan. Ularma Sharq Turkiston haqida nurg'un nimalar dokladlar maqola yozgan va nurg'un Xitoyningki zulmlarini fosh qilgan. Keyin shu Londondagi sotdimi mushlarninki bergan dokladlarında foydalangan. Mushunga o'xshash nurg'un mushna organlar bundan faoliyat qildi. Faoliyat qilgandan keyin Xitoy haqındaki tədqiqatlar burunqidek bo'lmaydi. Ya'ni az bo'ladi, balki sifatlik bo'lmaydi. Chunki bundaq aql omborida ishlaydigan mutaxassislar biroz qimmatga ishlaydi. Chunki o mutaxassislar alayda mutaxassislar. Bu universitetdagi muallim yoki universitetninki bir tədqiqat institutining markazining bir mutaxassisiga o'xshamaydi. Bu alayda bir mutaxassis. Ularga bu birkaç işlep az pul işlep desem nima inovatimga ta'sir etadi deb bo'lsa, ularni ishlamaydigan qoldi. Shuningga Uyg'urlar haqidagi tadqiqotlar azalgandek, boya degan anididek tashkilotlarning pulini to'xtatib o'tgandan keyin Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashma to'xtab. Endi boya dedik, shu Xitoyni tizgin qilish Trump'nınki siyasetin nişanıdır. Hem de Xitayni şu Asya Tinch Okyanus taraftan muasırga ilişki tırışıvatıdır. Yani Indo-Pasifik stratejisi var. Bu öz vaxtıda Trump'nınki birinci qatımlıq bu prezident vaxtıda bunu hüccət qılıb çıxarğan. Şu muasırga ağan vaxtıda Xitaylar dedi ki biz şu G'arbni açaylı da, şu yeni İpek yolu stratejisi degan narsalar shuninglar munosib. Yani sen dengiz tarafda meni qurshatsang, men bu quruqlikdan ichilman deb. Shuningga Amerika mayli Joe Biden hukumati bo'lsin, Trump'ningki birinchi qatimliq prezident vaqtidagi oxirgi yillarda shu tashqi ishlar ministri Pompeo O'rta Asiyada Amerika'nın gücünü tiklashga tirishdi. Yani Trump'dan başladı. Joe Biden vaqtida devam qildi. Bence hozirgi Trump hukumati shu O'rta Osiyo bilan yaqin munosabatlarni qurishga tirishadi deb o'ylayman. Chunki Xitoyni ham Sharqda ham G'arbda birlikda muasirga olmasa, uni tizgin qila olmaysan. Agarda O'rta Osiyodagi siyosat ki O'rta Osiyo devletler Amerika bilan bu jihatda hamkorlik qilmaydiganligini aniq dedi. Yani Xitoyga qarshi bir faoliyat ilib borganligiga unmaganligini dedi-da, bu qabul qilmaganligini, ma'qul ko'rmaganligini dedi. Agarda shu O'rta Osiyo siyosati qo'yiqlashgan vaqtida, u vaqtida Uyg'ur masalasi balki tekrar Amerika'nınki shu umumiy Xitoy qarta umumiy siyosatining strategiyasinin bir terkibi buluş lazım. Yani mantıklı jihatda. O vaqtida belki Uyg'ur meselesi tekrar yeniden canlanış lazım. Bu o'ylayman. Ama bu her kanda bu o'zgarishlarda, her kanda qiyinchilik vaqtlarda chiqish yo'li tepiladi. Ama o chiqish yo'lini qanday izlash meselesi var. O chiqish yo'lini izlash uchun aqlga ehtiyoj bor. Mening deyotgan aql, yani to'limi deb ketdik bu gapni. Yani to'shaq bilimning ustida tafakkur qilingandan keyin o'ttirga chiqqan o aql. O'li bo'ldigan bo'lsa, yani yo'llar tepiladi. Misolga Yevropa birligiga Uyg'ur tashkilotlar u tarafga tirishsa bo'ladi. Hozirgi paytda Amerika Yevropa arası buzilyapti, ama Xitoy Yevropani yeniga taqatyapti. Undaqda Yevropaning Xitoy bilan yaqinlashishining oldini olish uchun hozirdan boshlab Uyg'urlar tirish lozim. Yevropada qilgan nurg'un ishlar bor. Nurg'un qonunlarni, so'zlashmalarni chiqaradigan ehtimollar bor. Shuningga Amerikada biroz qiyinlashgan vaqtida Yevropada va boshqa lozim tashlab qo'ymaslik lazım. Bununla geçip yani bir ziyan, yani nima degan vaqtida Amerikada bu Xitoyga qarshi Uyg'urlarni qo'g'dash uchun
esaslık bir iki kanun var. Olup mu şu Uygur İnsan Hakları Kanunu'nun ne icra kılışta Amerika Trump hükümeti ve kızıkmaydı da oylayman çünkü hazırlıca onda bir ahval görünmeye vardı. Tashqi ishlar ministri Rubio tirishgan bo'lsa ama Trump'nınki esas siyasetini icra qilishga tirishyapti hamda. Belki yana birisi, yani bazı modern, yani zamonaviy kolluk sistemi böyle işlep çıkargan mallara karşı tedbir iliş. O belki Trump'nınki Xitoyga karşı iqtisod, ticari tedbirlerge maslaşkan bir siyaset, yani bir kanun boğaşka belki onun kılıdı. Ama Xitoyni tizginleştiriş, yani Uygur'unu dep emas. Yani manda dep kelgen çağda Trump hükümetininki ilip kelyaptgan siyaset Xitoyga qarta to'g'ri hamda Xitoyni bek avar qilyapti hozirgacha. Ama Uygurlar kelgan chaqda undaq umidlik bir narsa ko'rinmayapti. Ta ki bazı özgürlükler buluş lazım. Bayağı degandek O'rta Osiyo siyosati agarda kuchlangan taqdirda yoki boshqa bir sabablar bo'lgan vaqtida bununki Uyg'ur masalasi ularninki strategiya Xitoyga qartilgan strategiyaning bir tarkibini tashkil qilish mumkin deb o'ylayman. Ezgirmende biz bugünkü programımızda keskinleşiyotgan Amerika-Xitoy münasebeti, şundaqla bunun keyinki belki yüzlenişi ve bu iki turistik münasebetninki Uyghur meselesiga yoki Sharq Turkiston meselesi qandaqroq ta'sirini ilib kelish ehtimoli borligini cho'zgan holda suhbat elib berishtirishdi. Muallim, sizga ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.